aslo ortga o'girilmang. Tugagan aloqalarga xuddi qabrlarga qilinadigan muomalani qiling. Qabr qayta kovlanmaydi. Ortda qolganlarni qo'ying, ortda turaversin. O'tmishni asiri bo'lmang. Sizni qaytishga majbur qilmasligi uchun eshikni to'liq yoping. Sizni tugatadigan foydasiz janglarga kirishmang. Unga orqangizni o'giring. Qadringizni pastlatadigan sadaqani qilish sizga shart emas. Ajralishni ham o'rganing. Muhabbatingizni o'ldiradigan o'rinlar sizni o'chirib, so'ndirib qo'yadi. U yerni tark qilishga o'rganing. Yodingizdan chiqmasin. Yetishingiz shart bo'lgan yo'nalishingiz bor. Orqaga qarayveradigan kishi manzilga yetishi qiyin bo'ladi.